Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Uy-joy, yer uchastkasi, kadastr hujjatlari va davlat tomonidan mulkni olib qo'yish bilan bog'liq yangi tartiblar haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki ko'pchiligimizning eng katta boyligimiz bu uyimiz, hovlimiz yoki kvartiramiz. Agar siz endi uylarni tortib olishadi, kadastr yo'q uylar buziladi. Qarzdor bo'lsam uyimdan ayrilamanmi degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun vahima emas, aniq tusha beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatda mulk xavf ostida qoladi va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Videoni boshlashdan oldin hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlar sizga bir kun albatta kerak bo'ladi. Men esa har safar murakkab qonunlarni oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Avvalgi yillarda ko'p odamlar uy qurishda yoki sotib olishda hujjat masalasiga yetarlicha e'tibor bermas edi. Masalan, kimdir otasidan qolgan hovlida yashaydi, lekin meros hujjatlarini rasmiylashtirmagan. Kimdir yer uchastkasiga uy qurgan, ammo yer ajratish qarori yoki kadastr hujjati to'liq emas. Yana kimdir kvartirani ishonchnoma orqali olib, yillar davomida o'z nomiga o'tkazmagan. Bunday holatlar juda ko'p. Oldin amaliyotda odamlar hech kim tegmaydi, mahalla biladi. Qo'shnilar guvoh 30 yildan beri yashayapman deb yuraverardi. Lekin hozir davlat tizimlari raqamlashtirilmoqda. Yer va bino haqidagi ma'lumotlar yagona bazalarga kiritilmoqda. Noqonuniy qurilishlar, o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar, to'lanmagan qarzlar, sud qarorlari, ipoteka majburiyatlari ancha tez aniqlanmoqda. Eng asosiy o'zgarish shuki, hujjatsiz yashash davri sekin-asta tugayapti. Endi men shu yerda yashayapman degan gapning o'zi yetarli emas. Bu mulk menga qonuniy tegishli degan hujjat kerak bo'ladi. Lekin shu joyda juda muhim narsani aytaman. Hech kim qonuniy kadastri bor, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan uyni shuncha kelib tortib olmaydi. Qonunda mulk daxlsizligi bor. Uy joyini olib qo'yish faqat qonunda ko'rsatilgan aniq asoslar bilan, ko'pincha sud qarori orqali yoki kompensatsiya berish sharti bilan amalga oshiriladi. Demak, muammo hammaning uyini tortib olishadi degani emas. Muammo shundaki, hujjatida kamchilik bor. Yer noqonuniy egallangan, uy garovda, qarzdorlik katta yoki sud nizosi bor mulklar xavf ostida bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda kadastri yo'q uy egalari ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz 2010 yilda hovli sotib oldingiz, lekin faqat tilxat bilan pul berdingiz. Notariusdan shartnoma qilinmadi. Kadastr sizning nomingizga o'tmadi. Siz uyni ta'mirladingiz, bolalaringiz shu yerda katta bo'ldi, kommunal to'lovlarni siz to'ladingiz. Lekin huquqiy tomondan qaralsa, mulk hali ham eski egasi nomida turishi mumkin. Agar eski egasining qarzi bo'lsa, merosxo'rlar chiqib kelsa yoki u odam boshqa birovga ham sotgan bo'lsa, siz juda og'ir vaziyatga tushib qolasiz. Bunday holatda men pul berganman degan gapni isbotlash uchun sudga borishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi xavfli holat o'zboshimchalik bilan qurilgan uylar. Masalan, odam davlat zaxirasidagi yerga yoki fermer xo'jaligi yerga yoki yo'l, ariq, elektr tarmog'i muhofaza zonasiga uy qurib olgan. Uy chiroyli, 2 qavatli, ichida gaz, svet, suv bor. Lekin yer ajratish qarori yo'q. Bunday holatda qurilishning qiymati 300 million so'm bo'lsa ham, qonuniy hujjat bo'lmasa xavf bor. Chunki bino qurilgan joyning huquqiy maqomi boshqacha bo'lishi mumkin. Ayniqsa umumiy foydalanishdagi yer. Yo'l kengaytiriladigan hudud, kanal bo'yi, temir yo'l atrofidagi xavfsizlik zonasi bo'lsa, muammo yanada jiddiylashadi. Uchinchi holat, ipoteka yoki kredit garovidagi uylar. Ko'p odamlar kvartirani ipoteka orqali oladi. Masalan, kvartiraning narxi 6000 million so'm. Dastlabki to'lov 120 million. Qolgan 1 million bank krediti. Agar odam 6 oy, 9 oy, 1 yil davomida to'lov qilmasa, bank mulkni garov sifatida undirish masalasini ko'tarishi mumkin. Bu davlat uyni tortib oldi degani emas. Bu kredit majburiyati bajarilmagan uchun garovdagi mulkni sotish jarayoni. Shuning uchun ipoteka olganlar shartnomani juda diqqat bilan o'qishi kerak. Kechiktirilgan to'lov, penya, jarima, muddatidan oldin undirish shartlari aniq yozilgan bo'ladi. 4-holat. Katta qarzdorlik va sud qarori. Agar fuqaroning bankdan, soliqdan, alimentdan, jarimadan yoki boshqa majburiyatlardan katta qarzi bo'lsa, sud qarori asosida ijro ishi ochilishi mumkin. Bunda ijro organlari qarzdorning mol-mulkini aniqlaydi. Lekin bu yerda ham odamlar noto'g'ri tushunmasin. Yagona yashash uyini olib qo'yish masalasida qonunchilikda ma'lum cheklovlar.
Tartiblar va insoniy mezonlar bor. Har bir vaziyat alohida o'rganiladi. Agar uy garovda bo'lsa, holat boshqacha. Agar uy garovda bo'lmasa, qarzning turi, miqdori, boshqa mulklar bor yo'qligi sud hujjati mazmuni ko'riladi. 5-holat. Meros rasmiylashtirilmagan uylar. Juda ko'p oilalarda ota yoki ona vafot etgan, lekin bolalar merosni notarius orqali ochmagan. Uy hanuz marhum nomida turadi. Bir aka hovlida yashaydi. Boshqa aka-ukalar chet elda yoki boshqa shaharda. Oradan 10 yil o'tadi. Keyin kimdir o'z ulushini talab qiladi, kimdir sotmoqchi bo'ladi, kimdir men ko'proq qaraganman deydi. Natijada uy sud nizosiga tushadi. Bunday nizolarda hujjat bo'lmasa, odamlar yillar davomida asab vaqt va pul yo'qotadi. Shuning uchun meros masalasini vaqtida hal qilish juda muhim. Endi kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning uyingiz yoki kvartirangiz bo'yicha oldi sotdi shartnomasi notariusdan o'tgan bo'lsa, kadastr hujjati bor bo'lsa, mulk sizning nomingizga davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, yer uchastkasi qonuniy ajratilgan bo'lsa, uy garovda bo'lmasa, sud nizosi bo'lmasa va katta qarzdorlik bo'lmasa, siz vahima qilmasangiz ham bo'ladi. Bunday mulk qonun bilan himoyalangan. Lekin xotirjam bo'lish degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir oilaga kamida bir marta o'z mulk hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zida odam o'zi ham bilmaydi. Kadastr eski namunada maydon noto'g'ri ko'rsatilgan, qo'shimcha qurilgan xona ro'yxatga kiritilmagan, yer chegarasi qo'shni bilan ustma-ust tushgan, uyda taqiq yoki garov belgisi turib qolgan bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Sardor aka 15 yil oldin hovli sotib olgan. Narxi o'sha paytda $25,000 bo'lgan. Pulni bergan, lekin sotuvchi hozir vaqtim yo'q, keyin notariusga boramiz degan. Sardor aka ham ishonib ko'chib kirgan. Hozir u hovlining bozor narxi 900 million so'm. Birdan eski sotuvchining farzandlari chiqib kelib, bu uy otamiz nomida, biz merosxo'rmiz desa, Sardor aka nima qiladi? Agar unda faqat oddiy tilxat bo'lsa, juda qiynaladi. Sudda pul berganni, uyni egallab yashaganni, ta'mir qilganni isbotlashi kerak bo'ladi. Agar notarial shartnoma bo'lganda bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol. Dilnoza opa hovlisiga qo'shimcha ravishda 3 ta xona va bitta do'koncha qurdi. Asosiy uy kadastrda bor, lekin qo'shimcha qurilish ro'yxatdan o'tmagan. Keyin u uyni sotmoqchi bo'ldi. Xaridor bank krediti orqali olmoqchi. Bank esa kadastr va real holat mos kelmasligini ko'rib, kredit bermadi. Natijada savdo to'xtadi. Bu yerda uy tortib olinmaydi, lekin hujjatdagi kamchilik iqtisodiy zarar keltiradi. Demak, o'zgarishlar, qo'shimcha qurilishlar qonuniylashtirilishi kerak. 3-misol, Akmal aka ipoteka bilan kvartira olgan. Oylik to'lov 5 million so'm. Dastlab to'lagan, keyin ishdan bo'shagan, 8 oy to'lov qilmagan. Bank ogohlantirgan. Lekin u baribir uyimni ola olmaydi deb o'ylagan. Aslida kvartira bank foydasiga garovda. Bunday holatda bank sudga murojaat qilishi, keyin ijro jarayoni boshlanishi mumkin. Akmal aka vaqtida bankka borib restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, vaqtinchalik yengillik so'raganida ehtimol uyni saqlab qolish imkoni bo'lardi. 4-misol, bir oila kanal bo'yidagi yerga uy qurgan. Hamma qo'shnilar ham shunday qilgan. Ular hamma qurgan-ku deb o'ylashgan. Lekin keyin hududda suv xo'jaligi xavfsizligi, kanalni kengaytirish yoki muhofaza zonasi masalasi chiqqan. Shunda noqonuniy qurilishlar bo'yicha talab qo'yilishi mumkin. Bu juda og'riqli holat. Lekin asosiy sabab boshidan hujjatsiz qurilish bo'lgan. Qo'shnim ham qurgan qonuniy asos bo'la olmaydi. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, kadastr borligi har doim ham hamma narsa ideal degani emas. Kadastrda uy bor, lekin yer huquqi masalasi to'liq bo'lmasligi mumkin. Yoki kadastrda old sot ko'rsatilgan, amaldagi sotiqdan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu ortiqcha 2 sotiq kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Qo'shni bilan chegara, ko'cha chizig'i, umumiy yo'lak, ariq bo'yi kabi masalalarni e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi nozik jihat, uyda propiskada turish mulk egasi bo'lish degani emas. Juda ko'p odamlar men shu uyda ro'yxatda turaman, demak mening haqqim bor deb o'ylaydi. Ro'yxatda turish yashash bilan bog'liq ma'muriy holat, mulk huquqi esa boshqa masala. Agar uy akangiz nomida bo'lsa, siz u yerda ro'yxatda turganingiz uchun avtomatik ravishda mulkdor bo'lib qolmaysiz. Ulush, meros, sovg'a, oldi sotdi kabi hujjatlar bo'lishi kerak. 3-nozik jihat, ishonchnoma bilan uy sotib olish juda xavfli. Ishonchnoma mulk huquqini bermaydi, faqat ma'lum harakatlarni bajarishga vakolat beradi. Ishonchnoma bergan odam vafot etsa, ishonchnoma bekor bo'lishi mumkin. U odam ishonchnomani qaytarib olishi ham mumkin.
Shuning uchun men ishonchnoma bilan oldim degan gap mulkni to'liq himoya qilmaydi. Eng to'g'ri yo'l notarial oldi-sotdi shartnomasi va davlat ro'yxatidan o'tkazishdir. 4-nozik jihat, uy oilaviy mablag'ga olingan bo'lsa, er-xotin roziligi masalasi chiqadi. Masalan, uy er nomida, lekin nikoh davrida olingan. Er uni sotmoqchi bo'lsa, xotinning roziligi talab qilinishi mumkin yoki aksincha. Keyinchalik ajrim bo'lsa, mulk bo'linishi masalasi chiqadi. Shu sababli oilaviy mulkda hujjatlarni shaffof yuritish zarur. 5-nozik jihat. Davlat ehtiyoji uchun yer olib qo'yish masalasi. Ba'zi hollarda yo'l, maktab, shifoxona, infratuzilma, davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilishi mumkin. Lekin bunday holatda ham qonuniy tartib, oldindan xabardor qilish, baholash, kompensatsiya yoki boshqa uy-joy berish masalalari bo'ladi. Agar sizning mulkingiz qonuniy bo'lsa, siz kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Bu jarayonda eng muhim narsa og'zaki va'daga ishonib qolmaslik, hamma kelishuvni yozma shaklida olish, baholash natijalarini tekshirish va norozi bo'lsangiz shikoyat qilish. 6-nozik jihat, amnistiya bo'ladi, keyin rasmiylashtirib olaman deb kutish xavfli. Ba'zan noqonuniy qurilishlar bo'yicha yengilliklar, rasmiylashtirish imkoniyatlari berilishi mumkin. Lekin bunday imkoniyat har doim ham bo'lmaydi, hamma hududga ham tegishli bo'lmaydi. Muhofaza zonalari, xavfli hududlar, umumiy foydalanishdagi yerlar bundan mustasno bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyin qilib olaman degan fikr bilan yillarni o'tkazib yubormang. 7-nozik jihat, kommunal to'lovni to'lab kelish mulkni qonuniylashtirmaydi. Ayrimlar men 20 yildan beri svet, gaz, suv to'layman, demak uy meniki deydi. Bu dalil sifatida yordam berishi mumkin, lekin mulk huquqini to'liq tasdiqlamaydi. Kommunal xizmat shartnomasi boshqa, mulk hujjati boshqa. 8-nozik jihat, sud qarorisiz ham ba'zi ma'muriy talablar bo'lishi mumkin. Lekin majburiy chiqarish, buzish, undirish kabi og'ir oqibatlar odatda qat'iy tartib bilan amalga oshiriladi. Agar sizga kimdir kelib, ertaga uyingiz buziladi, hujjat kerak emas, imzo qo'ying, kompensatsiyasi chiqib keting desa, darhol hujjat talab qiling. Qaysi tashkilot, qaysi qaror, qaysi asos, qaysi sana, qaysi tartib, og'zaki gap bilan uyingizdan voz kechmang. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, shunchaki qo'rqib o'tirmang. Harakat qiling. Birinchi qadam, uyingiz hujjatlarini bir joyga yig'ing. Sizda quyidagi hujjatlar bo'lishi kerak. Kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tganini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki boshqa asos hujjat, yer ajratish qarori bo'lsa, uning nusxasi. Ipoteka yoki garov shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi, sud qarori bo'lsa, uning nusxasi. Hamma hujjatni skaner qilib yoki telefonda sifatli suratga olib, alohida papkada saqlang. 2-qadam. Kadastr ma'lumotlarini real holat bilan solishtiring. Kadastrda uy necha kvadrat metr, yer necha sotik, xonalar soni qanday? Siz qo'shimcha oshxona, ayvon, do'kon, garaj, 2-qavat qurganmisiz? Agar real holat bilan hujjat mos kelmasa, mutaxassisga murojaat qiling. Buning uchun tuman yoki shahar kadastr bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Maqsad hujjatni tartibga keltirish. 3-qadam, mulkda taqiq, garov, xatlov bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan odam uy sotib olmoqchi bo'ladi. Lekin keyin bilsa, uy garovda yoki sud taqiqida bo'ladi. Sotib olishdan oldin albatta notarius va kadastr bazasi orqali tekshirtiring. Agar allaqachon o'zingizning uyingiz bo'yicha shubhangiz bo'lsa, tegishli tashkilotlardan ma'lumotnoma oling. Uy ustida taqiq bo'lsa, sababni aniqlang, qarzmi, sud nizosimi, meros masalasimi. 4-qadam, merosni rasmiylashtiring. Agar uy ota-onangiz nomida qolgan bo'lsa va ular vafot etgan bo'lsa, notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kim, ulushlar qanday, kim voz kechgan, kim qabul qilgan, bularning hammasi yozma shaklda bo'lishi kerak. Oilada o'zimiz kelishib olganmiz degan gap yaxshi, lekin huquqiy jihatdan yetarli bo'lmasligi mumkin. Bugun kelishgan aka-ukalar ertaga fikridan qaytishi, ularning farzandlari boshqa talab qo'yishi mumkin. 5-qadam. Agar uy tilxat yoki ishonchnoma bilan olingan bo'lsa, darhol yurist yoki notarius bilan maslahat qiling. Sotuvchi tirikmi, topiladimi, hujjatlari bormi, oldi-sotni rasmiylashtirish mumkinmi? Shularni aniqlang. Agar sotuvchi vafot etgan bo'lsa, uning merosxo'rlari bilan ishlashga to'g'ri keladi. Agar nizo bo'lsa, sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Bunday ishlarni cho'zmaslik kerak, chunki vaqt o'tgan sari isbotlash qiyinlashadi. 6-qadam.
ipoteka yoki kredit bo'yicha muammo bo'lsa, bankdan qochmang. Eng katta xato qo'ng'iroqqa javob bermaslik, xatlarni olmaslik, o'zi o'tib ketadi deb yurish. Agar daromadingiz kamaygan bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Arizada holatingizni tushuntiring. Ishdan bo'shagansizmi? Kasal bo'ldingizmi? Vaqtinchalik daromadsiz qoldingizmi? Restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirishni so'rang. Arizaning kirim raqamini oling yoki elektron tasdiqni saqlang. Keyinchalik bu sizning mas'uliyat bilan harakat qilganingizni ko'rsatadi. 7-qadam, agar sizga buzish yoki ko'chirish haqida xabar kelgan bo'lsa, darhol quyidagilarni so'rang. Qaror nusxasi, asos hujjat, baholash xulosasi, kompensatsiya tartibi, muddatlar, mas'ul tashkilotnoma. Hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Keyin to'ldiramiz deyishsa ham rozi bo'lmang. Imzo qo'yishdan oldin hujjatni o'qing, tushunmasangiz yuristga ko'rsating. Agar baholash narxidan norozi bo'lsangiz, mustaqil baholash talab qilish yoki shikoyat qilish imkoniyatlarini o'rganing. 8-qadam. Qo'shnilar bilan chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qiling, lekin hujjatsiz qoldirmang. Masalan, devor 30 sm u yoqqa yoki bu yoqqa surilgan bo'lsa, bugun arzimas tuyuladi. Lekin ertaga uy sotishda yoki kadastr o'lchovida katta muammoga aylanadi. Chegara aniqlashtirilganda dalolatnoma chizma kadastr o'lchovi bo'lishi kerak. 9-qadam, har qanday to'lovni rasmiy qiling. Uy sotib olayotganda pulni imkon qadar bank orqali o'tkazing yoki notarial tartibda ko'rsating. Oddiy tilxat yozilsa ham, unda sana summa tomonlarning pasport ma'lumotlari, uy manzili, guvohlar, pul nimaga berilgani aniq yozilsin. Lekin yana takrorlayman, tilxat notarial shartnomaning o'rnini bosa olmaydi. 10-qadam, o'z huquqingizni biling, lekin majburiyatingizni ham unutmang. Mulk huquqi himoyalanadi, lekin mulkdor ham qonunlarga rioya qilish kerak. Noqonuniy qurilish qilmaslik, qo'shni yerga chiqib ketmaslik, kreditni vaqtida to'lash, soliqlar va majburiy to'lovlarni nazorat qilish, hujjatlarni yangilab borish. Bularning hammasi o'zingizni himoya qilishning bir qismi. Yana bir muhim maslahat, agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda mish-mishlarga emas, mutaxassisga ishoning. Har bir uy-joy masalasi alohida. Bir odamning muammosi siznikiga o'xshashi mumkin. Lekin hujjatdagi bitta farq natijani butunlay o'zgartirib yuboradi. Masalan, birda yer qarori bor, boshqasida yo'q. Birda uy garovida, boshqasida yo'q. Birda meros ochilgan, boshqasida ochilmagan. Shuning uchun umumiy vahm emas, aniq hujjat tekshiruvi kerak. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, qonuniy hujjati bor, davlat ro'yxatidan o'tgan, nizosiz va qarsiz mulkdan odamni shunchaki mahrum qilishmaydi. Lekin hujjatsiz uy, noqonuniy qurilish, ishonchnoma bilan olingan mulk, rasmiylashtirilmagan meros, garovdagi kvartira yoki katta qarzdorlik bor bo'lsa, xavf haqiqatan ham mavjud. Shuning uchun vahima qilish emas, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun uyingiz hujjatlarini olib ko'ring. Kadastrni tekshiring. Mulk kimning nomida ekanini aniqlang. Meros va qarz masalalarini cho'zmang. Uy bu faqat davor va tom emas. Bu oilaning xavfsizligi. Hujjat tartibli bo'lsa, ko'nglingiz ham xotirjam bo'ladi. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Uyingiz kadastri bormi? Meros rasmiylashtirilganmi? Ipoteka yoki qarz bo'yicha savolingiz bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z uyini, pulini va oilasini himoya qila oladi.